Sumka nima deyapti, birodarlar? Sumka gap bunda emas. Men sizlarga taxograf bo'yicha ozroq ma'lumot berib o'tmoqchiman. Kichkinagina narusheniya bo'yicha. Ya'ni shtraf bo'lishiga olib keladigan holat. Qaranglar, birodarlar, mana taxograf ko'rib turibsizlar, mana. Yaqinlashtiray. Mana ko'rib turibsizlar. Selkampda bosamiz. 7 minutdan beri pauzada turibman. Lekin men endi kanistrani qilmoqchiman. Ya'ni smenani yopmoqchiman. Mana vod voditel birga kiramiz, okey qilamiz, pastga tushib kanistrani qilamiz. Mana okey. Mana bu oldin 7 minut turganim borki, hozir u hisoblanmaydi. Hozirdan boshlandi pauzam. Agar kontrol olib kelishi mumkin shu bo'yicha. Endi men sizga tushuntirib beraman. Qaranglar, birodarlar. Pauza smenani o'zi qonun bo'yicha smenani yopganingizdan boshlanadi. Sizning pauzangiz 9 pauzam 24. Ya'ni chip kartangizni chiqarganingizdan pauza hisoblanadi, bilasizlarmi? Chip karta masalan 20 soat turasizmi, masalan 45 ga ketmoqchisiz. Chip kartani shuni chiqargan kuningizdan o'zi 45 hisoblanib ketadi. Ertaga 45 soat turganingizdan keyin rushan vod qilmoqchi bo'lsangiz, taxograf aytadi, o'sha paytda chip kartani chiqargansan, mana 45 chiqqan deb sizdan so'radi. Mana bu holatda hozir 7 minutdan beri turibman-ku, endi kanistrani qildim. Men 9 soati 7 minut yo 9 soati 8 minut turib, semenni ertaga ochaman. Nimaga? Bu keyinchalik agar hozir mana bu taraflarda Fransiya yo bo'ladi indamaydi, narigi taraf mana eski joylar, Polsha, Litva, mana shu taraflar agar to'xtatib, peri qilib qolish mumkin. Ata qonun bo'yicha mana bu Germaniya, Fransiya, Lubbo Yevropa bo'yicha sizni olib kelishi mumkin. Bu narsaga melki narusheniya deb, masalan, 30 yevromi, qanchadir urib qo'yishi mumkin. Bu ham narusheniyaga kiradi. Shuni ham bilib olinglar degan maqsadda aytdim. Lekin hozir men masalan 9 soat, ravno 9 soat, 9 soatda 1 minut turib haydab ketsam ham bo'ladi. Menga vaqt beradi, как bo'ladi. Bu endi narusheniya kirishini aytib o'tyapman-da, bilmagan birodarlar uchun. Bilmagan birodarlar bo'lsa, inshaalloh tanishlarga tashlab qo'yinglar. Kimgadir foydali bo'lib qoladigan maqsadda men video olyapman. Siz ham birodarlarga tashlab qo'yinglar. Sizlar tufayli ham sababchi bo'lib kimgadir foydali bo'lsin. O'zlaringiz uchun bilib olinglar deyapman. Bu narsaga hozir ahamiyat berishmayapti, birodarlar. Tan joningiz sog' bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Inshaalloh yaxshi kunlarda ko'rishaylik, birodarlar. Lekin sumkaga bitta baho berib ketasiz, sumkaga.